Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari. Sizlar bilan qiziqarli futbol YouTube kanalida siz. Biz hozir 55-maktab umumiy o'rta ta'lim maktabi sport zalidamiz va 5x5 mini futbol uchrashuvini boshlaymiz. Bugun maydonda ikki jamoa M5A va D5E jamoalari. Maydon kichik, raqobat esa katta. Har bir pas va har bir zarba o'yinning natijasini belgilashi mumkin. M5A hujumda faol bo'lishga tayyor. D5E esa kuchli himoyada o'zini ko'rsatmoqchi. Hakam yo'q, tomoshabinlar yo'q, faqat do'stona kurash va haqiqiy futbol zavqi. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Qaysi jamoa g'alaba qozonishini birga bilib olamiz. Agar sizga futbol yoqsa, qiziqarli futbol kanaliga obuna bo'ling va videoga like bosing. Yana shunaqa ajoyib futbol uchrashuvlarini ko'rishni xohlaysizmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Mana tarkiblar bilan tanishib olamiz. Azamov Asilbek, Jo'rayev Furqatbek, Muqimjonov Islombek, Abduhanonov Asadulloh, Shahobiddinov Nozimjon, Ahrorjonov Behruzbeklar. Va mana ikkinchi tim D5E tim. Muxtorov Maqsadbek, Xolmirzayev Muhammadali, To'xtamunjonov Xushnudbek, Muqimjonov Islombek, Anvarjonov Hojakbarlar va shular. O'yin boshlandi. Furqatbek, Jo'rayev, Maqsadbek va hozircha Hojakbar aldadi, bir o'yinchini aldadi va tashadi. Tashlanganda mana Asadulloh outni olmoqdamiz. Asilbek Azamov outni tashlamoqda. Tashadi Varata. Voy, ugulani Maqsadbek olmoqda. Maqsadbek bitta o'yinchini aldadi. Hojakbar bitta o'yinchini aldadi. Va palaparchlanish Maqsadbek va alda olmadi. Va o'yin taqdiri hal bo'ladimi, yo'qmi? Yana out. Keyin varatalarimiz ustunlar yo'q g'ishdan. Shuni inobatga olamiz. Nimasi bo'yi u kalsavoygacha bo'y. Shuni oldin aytib berdik. Maqsadbek to'pni outdan tashlamoqda. Hujumkor hozircha D5E jamoasi hujumda. Hujumkor o'ynayapti. M5A jamoasi esa boshqa. Yana out. Muhammadali. Maqsadbek o'yinni boshladi. Hojakbardan olindi to'p. Asilbek Azamov yana Maqsadbekka bitta o'yinchini aldadi. Maqsadbek ikkinchisini. Maqsadbek o'zida va o'ziga o'ta ko'p ishon bordi Maqsadbek. Asilbek Azamov outni tashlamoqda. Shahobiddinov Nozimjon. Bu hakam keldi. Hakamimiz bor ekan. Yo'q, bu unday emas. Va yana out. Asilbek Azamov outni olmoqchi. Va o'yin boshlandi. Nozimjon tepadi. Va tepganda Xushnudbek ham ololmadi. Muhammadali Varatada o'z o'rnida ajoyib seyf. Nozimjon ham, voy! Kamerachimiz yonbosh olib qo'ydi. Penalti, zarba, gol emas, Maqsadbek. Va o'yin boshlandi. Bitta penaltini D5E jamoasi ko'kka sovurdi. Va kim bu? Hojakbar Anvarjonov. Hojakbar Anvarjonov outni tashlamoqda. Tashladi. Va hech kim yo'q. Out. Nozimjon to'pni Asilbek Azamovga berdi. Asilbek Azamov out to'pni olib chiqmagan ekan. Mana Shahobiddin Nozimjonga. Nozimjon tashladi. Asilbek Azamov, Hojakbar Anvarjonov. Maqsadbekka erishdi. Maqsadbekka berdi. Maqsadbek esa o'zida qoldiribdi to'pni. Hojakbar Anvarjonov to'pni tashlamoqchi. Menimcha shu ikkala do'stlar bir-biri bilan yaxshi kelsa kerak, Hojakbar va Maqsadbek. Va o'yin boshlangan. Va Muhammadali Varatada o'z o'rnida. Va yaxshi o'yin o'g'ishlar bilan berilgan Varata darvozabonimiz. Va o'yin Asilbekda to'p. Asilbek o'ta kuchli to'xtatish bilan yo'q. Yaxshi o'yin ketyapti. Yaxshi o'yin ketyapti. Maqsadbek zarba berdi.
Va Kalsavoyga tegib qaytmoqda to'p. Va Varatadan boshlashmoqda. Nozimjon Shahobiddinov tashladi, uloqtirdi. Maqsadbek yana Furqatbek. Toshadi Nozimjon Hojakbarda to'p. Hojakbardan Asilbek oldi. Va Furqatbek tepmoqchi. Zarba, ajoyib seyf Maqsadbekdan. Asilbekdan gol! Asilbek Azzamov Sardor o'ta IQ darajada o'ynadi. Va Nozimjonda to'p M5A 1-0. Va yana boshlandi o'yin. Nozimjon Varatis almashish shekilli. Varata almashish shekilli. Hop, Hojakbar Anvarjonov. Hop, Maqsadbek bitta aldadi. Ikkinchisini olmadi. Okey, Muhammad Ali. Hop, Asilbek qaytarmoqda. Xushnudbek. Hojakbar tashladi. Hojakbar yana tashladi. Hop, Behruzbek Ahrorjonov turibdi. Akbarjonov turibdi shekilli. Hop, hech kimga tegmadi, to'p Varataya bordi. Varatayamiz tashladi. Va ushlab oldi. Hojakbardan ajoyib. Furqatbek tepmoqchi. Hojakbarda to'p. Hojakbar Maqsadbekka qoldirdi. Maqsadbek yurmoqda. Nozimjon olib qo'ymoqda. Olib qo'yishga sal qoldi Xushnudbek. Muqimjonov Islombek. Asilbek yana qaytar to'pdi. Xushnudbek Furqatbek outga chiqarib yubordi. Va Furqatbek yo'q, menimcha yo'q. To'pga o'ynaldi menimcha. Hakamimiz yo'q deyapti. Va yo'q. Asilbek o'yinni boshladi. Nozimjondan master klass ko'ramizmi desam yo'q. Va o'yin boshlanmoqda. Hop, ajoyib Hojakbar Alijon tashladi. Va yana out. Hop, yana tashaldi Maqsadbek palaparchlarni bozor olib qo'yma. Asilbek olib qo'ydi. Asilbek zarba, gol! Asilbek Azzamov ikkinchi golni urmoqda. Kapitanimizdan ajoyib ikkinchi gol. 2-0 M5A D5E0. Nozimjon to'pni boshlamoqda. To'pni boshlamoqda. Hop, tashadi tepada. Nozimjon olmoqda to'pni. Yo'q. Nozimjon tashlamoqda. Hop, tashlamoqda va zarba, gol! Maqsadbek ikkinchi penaltini oldi. Penaltidan Asilbek Azzamov aniq Hojakbarjon tepmoqda. Va yana Behruzda to'p. Behruz va yo'q. Hojakbar Anvarjonov tashladi. Yana Maqsadbekka tushdi. Maqsadbek bitta o'tdi. Ikkitadan o'tdi. Voy, Furqatbek va Muhammad Ali tepib yubordi. Va Ismoil Asadulloh tepdi. Tepgandan so'ng hop, Hojakbar Anvarjonov tepmoqda. Zarba, gol! Varataga gol! Bunday zarba! Oy. Gol! Ajoyib remontada D5E jamoasidan. Va outni Maqsadbek olmoqda. Maqsadbek tashadi va outdan outga ketdi. Va o'yin boshlanmoqchi. O'yin boshlanish arafasida. Boshlandi. Omonullohda to'p. Omonulloh.
Allohda to'p Adali Tefordi, Maqsadbek bittasini aldadi, ikkinchisini aldadi. Behruzbekni chotni o'tdi. Asalbek qarshi hujumda yurishi mumkin. Voy, Nizomjonga tashlamadi. Maqsadbek zarba. Noaniq. O'ta noaniq. 2-2 hozircha tablitsamizda ikkilar. Qani qaysi jamoa yutib olarkin? Qiziqarli futbol YouTube kanalimizga obuna va like tugmachasini bosib qo'yishingizni iltimos qilaman azizlar. Keyingi futbol 100 ta likedan so'ng bo'lib o'tadi. Va Nicholas Jackson Furqatbekda Nicholas Jacksonda o'yin. Va tepdi Hojakbar. Yana Furqatbekda to'p, Furqatbek oldiga debdi Behruz Aqrorjonov Varatada. Asadulloh Nizomjon tashadi Asalbek. Voy, out. Asalbekdan out. Va yana out. Asalbek Azzamov tashladi. Maqsadbek out. Va o'yin qanday yakun toparkin, men qiziqyapman. 2-2 yo penaltilar seriyasi bo'larmi? Balkim bu Xudodan. Va tashadi Muhammad Ali tepdi. Maqsadbek fint qilib o'tib ketmoqchi, yo'q. Fint qilib o'tib ketmoqchi, yo'q. Behruzbek Behruzbek teping. Voy, Nizomjon tepdi va outga chiqardi. Va ajoyib seyf, ushlab olish. Ajoyib. Asalbekdan zarba yo'q. Anvarjonovdan va yana bitta Maqsadbekka pas. Furqatbek ta'qib qilyapti. Furqatbekni o'tdi va Maqsadbekda yo'q. Yes, yana Maqsadbek chotni o'tkazib yubordi Asalbekdan. Masterclass. Ajoyib masterclass. Ajoyib. Va to'pni nimadir bo'lyapti kameramizga. Videochi ko'rsat. Penalti ekan. Penalti. Zarba. Gol ekan. Bundan oldingi vaziyat gol hisobga olinmagan ekan. Va mana endi 2-2 bo'ldi. Bundan oldingi vaziyat gol hisobga olinmagan ekan. Bo'ydan baland hisoblangan ekan. Uzr. Men noto'g'ri saqlab qo'yibman. Menga hozir so'rayman. Va menga ma'lumot kelib tushdi. Xato variant, bo'ydan baland hisobga olinmagan ekan. Uzr. 2-2. Va Varatadan boshlanmoqda. Varata tepishga harakat qilyapti. Uni bola kim? Sariq to'pda o'ynayapti. Kim u bola? Qochayon inumni zobiga. O'yna, out. Nizomjon tashlamoqda. Va hakamimiz shu yerda. Hakamimiz o'ynamoqda. Va yo'q, gol emas. Varatamizni to'g'rilab qo'ymoqchi Maqsadbek. Anvarjonov. Hakamimiz shu yerda. Qizil kartochkasi qo'lida. Va to'pni qanday hakam. Sariq Nozimjon Shahobiddinovga sariq. Hakam bilan tortishma, qizil beradi. Hakam bilan tortishma. Va Anvarjonov Hojakbarga ham sariq. O'yin boshlandi. Va out yana. Birin-ketin sariqlar. Shu yerdan olasan Anvarjonov.
Bilan keltirib bitta sariq va yana ushlamoqda Nozimjon. Maqsadbek tepib yubordi. Oy oy oy. Maqsadbek tepib yubordi. Va kim bu? Furqatbek Islombekka tashladi. Maqsadbek, Hojakbar. Uzr. Bu yoqda bunday nima hakam qara hakam. Urushmoqda qara. Haqiqiy jang bo'lmoqda qara. O ajrat hakamga nima qilma. Hakam qizil berdi. Ahrorjonov Behruzbek qizil vaziyat. Va o'yin tugabdi va penaltilar seriyasida kim tepadi? Maqsadbek penaltini Nozimjon varatadi. Maqsadbek zarba. Gol emas. O'yindan tashqarida. Va ikkinchisini chaqirmoqda kim? Chaqirdi hakam. Kim bu? Asilbek Azamov. Zarba, gol emas, ajoyib seyf Hojakbardan. Bunday reaksiyani Hojakbar Anvarjonovdan kutsak bo'ladi. Ikkinchi zarba, gol emas, Nozimjon Shahobiddinov. Furqatbek. Gol ursa Vins, gol uradimi? Gol! Furqatbek Jo'rayev. Gol M5E jamoasi gol urib Vins 3-2. Ajoyib. Futbolimiz yoqqan bo'lsa, obuna va like tugmachasini bosib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Keyingi jamoa qaysi jamoa bo'lishi mumkin? Kommentariyada yozib qoldiring. Keyin kamchilik bo'lsa uzr, men birinchi marta sharhlayapman-da bu futbolni. Bu o'yinning revanchi bo'ladi. Revanchini so'rashgan D5E jamoasi. Xudo xolasa revanch o'yini 100 ta likedan so'ng chiqaraman. Xayr, salomat bo'ling.